Üçparçalık haqida qissadagi eng donishmand jirahni ko'rar kishi Shujing taqsirmi? Oldingi gapning davomiga kelsa, Liu Bei bu yerda Shujing taqsirining gapini anglab uyqusi kelmay yotsa, bir kishi kirib keldi. Liu Bei mi avval asta buning gapini anglab baqsa, bu kishi kiribla Jingzhouning hozirgi ahvoli, kelgusi qanday bo'lishi, Liu Beining butkul ahvoli hammasini uchiq deb berayotdi. Liu Beining ojizligi, Jingzhouning uzoq qolmay qo'ldan ketadiganligi degandek. Liu Bei dal shu chaqda o'ttirib chiqib, bu kishi bilan salom saat qilib ko'rishdi. Voy o'zlari keldi-ku, tunigin otni so'rab mandaq degandilar. Özür yatqan ejderhamı yoki chujisimiroqmi? Voy paqir ishkils emas. Ular selishto'ga vaqtda ular degan bir oy, men degan bir kichik yulduz desa, bak kamtarkanlar. Özür bu ishkis bo'lmagan taqsirdimi? Hargiz ulardan qilishmog'idaklar desa, Shujing taqsirini deydi. Liu Bei rost deyla. Haqiqiy ilmni to'shqan kamolatga yetganlar mushundaq kamtar bo'ladi deydi. Demak, Shujingning ma bosidilla bu yer şu u Zhuguliang pantonglardan hergiz kam emas. Undaqda bu Shujing taqsir qanchalik yomon, qanchalik donishmand, qanchalik jirahni ko'rar. Qarsak mushada bu Shushumu Shujing taqsirining bir shogirdi, mushuning gapini anglaydi. Shujing taqsirmi bu yerga Liu Beiga yuz berib, Shushuni bu Liu Beiga qaytib qo'ydi. Mushuning xizmat qilsa deb qaramaqqalik manda qilib turib takalluf bilan degan bilan qarsanglar Muşunun birdu. Rasmı yalğanmı? Shushumu Shujing taqsirining gapini jirmaydi. Hem bu yerda Liu Bei'mi Shushuga erishgandikin tunji qitimliq bir zo'r g'alabaga erishdi. Ya'ni Saosauning muhim sanog'ini savrinni qattiq mag'lub qilib, 8 quluplik oltin qulup sepini buzib, Chongni qo'liga elib, zo'r g'alabani qo'lga keltirdi. Eng muhimi, ko'ngilda buyuk ishni qila oladigan bir arzu hem yalqıncaydı bir ümit şekillindi. Shushumu şu mushavirlik o'ltiriblar o'z istidatini namoyon qila oladi. Saosau shuni bilan bu ishdan Shushuning qattiq cho'chiydi. Nimdaydi? Liu Bei'ning asli bir Guanyu, Zhangfei, Zhaoyundak bir botir sanog'ulari bordi. Endi bu Shushudek qattiq mushavirga erishsa bu yo'lbos qanot chiqqanlik emasmi deb cho'chib, yelimikri ishlatib yurib bu Shushuni aldab akitdi. Endi Shushuni bu yer amal yo'q ketganlik uchun mush ketishning oldida Liu Bei'ga yotqan ejderha Zhuge Kongmingning uchurini berdi. Endi Liu Bei'mi fursatni ching tutib, kapiga 3 qatim ziyorat qilib, bu yerdagi Zhuguliangni taklif qildi. Zhuguliang kapidan chiqmay turib, Longdongda jonining 3 ga bo'linganligi, Sun Liu ittifoqining nihoyat muhimligini mush yerda o'tirib qo'ydi. Mush vaqtning o'zida bu Liu Bei bilan manga vaqtda ham Shujing taqsir ajoyib bir sirliq ham katta bir gapni qildi. Nima deydi? Kongming o'z posibonini to'g'ri topdi haqiqatan, lekin paytini topolmadi deydi. Undaqda Shujing taqsir nima uchun shundaq deydi? Bunun sebebi zodi nima? Bunun qiziqadigan do'stlar meni Guanzhou qo'yib bir da naqsi yurganlarni bir qo'yinglar. Keyingi sonda mush mazmunni davomli so'zlab berman.